Salom, Soul Product kanalida intim hayotda keng tarqalgan afsonalar haqida ochiqchasiga gaplashamiz. Intim hayot haqida jamiyatda ko'plab afsonalar hamda noto'g'ri tushunchalar mavjud. Ba'zan ana shunday afsonalar munosabatlarda noroziliklarga olib keladi. Keling, eng mashhur bo'lgan afsonalarni o'rganib chiqamiz. Birinchi afsona: baxtli juftliklarda hech qachon muammo bo'lmaydi. Aslida har qanday munosabatlarda turli bosqichlar bo'ladi. Ba'zan bir-birini qattiq sevgan insonlar ham vaqti kelib, ular orasida tushunish, charchash hamda qattiq rashk yoki befarqlik paydo bo'la boshlaydi. Ikkinchi afsona: yaxshi munosabatlarda hamma narsa o'z-o'zidan bo'lishi kerak. Ko'pchilik filmlar va seriallar ta'sirida muhabbat va yaqinlik stixiyali bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Ammo psixologlarning fikricha, mustahkam munosabatlar vaqt, o'zaro hurmat hamda o'zaro e'tibor talab qiladi. Uchinchi afsona: haqiqiy sevgan inson juftining har qanday tilaklarini so'zsiz bajo keltiradi. Bu ham keng tarqalgan xato fikr. Chunki hech kim birovning fikrini o'qiy olmaydi albatta. Kimdir o'zini istagini aytmoqchi bo'lsa, bu haqda gaplashish kerak. Faqatgina muloqot. To'rtinchi afsona: vaqt o'tgan sari juftliklar o'rtasidagi yaqinlik albatta yo'qoladi. Bu ham haqiqat emas albatta. Ilmiy kuzatuvlarga qaraganda, bir necha yil yashab kelayotgan juftliklar o'rtasida ham jinsiy, ham emotsional yaqinlik saqlanib qolgan. Chunki ular to'g'ri gaplashishni bilishgan. Beshinchi afsona: erkaklar jinsiy yaqinlik haqida ko'proq o'ylaydi. Har qanday insonning qiziqishi uning jinsiga emas, balki uning kayfiyatiga, xarakteriga, atrofidagi omillarga, munosabatlarga bog'liq ekan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sog'lom munosabatlarning asosi bu muloqot, o'zaro hurmat va ishonchdir. Bu kabi afsonalar juda ko'p. Siz qaysi afsonalarni eshitgansiz? Fikringizni yozib qoldiring. Soft bilan salomat bo'ling.